Hammaga salom. Oxirgi sizlar bilan mana shu yuqoridagi hol ahvollashgan videoimdan so'ng juda ham ko'p tomoshabinlardan har xil takliflar keldi. To'g'risini aytsam kutmagan edim bunday interaksiyani, xursand bo'ldim. Mana shu takliflarni umumlashtirib aytadigan bo'lsam, menimcha ikki turga bo'lsa bo'ladi. Birinchi turdagi takliflar bu mening shu eski bilasizmi rubrikamni qaytarish takliflari. Yangi tomoshabinlar uchun yoki esdan chiqib qolganlar uchun qaytarib o'taman. Oldin mening mana shu Telegram gruppamda bilasizmi deb nomlanadigan bitta rubrika bo'lardi va mana shu rubrikada men tomoshabinlardan kelgan har xil savollarga qisqa va tushunarli qilib javob berardim. Ilmiy yoki falsafiy savollar. 1 yil davomida stabilna nima bo'lardi? Muntazam ravishda yoki muntazam tarzda olib borardim. Menimcha 100 dan ortiq 100 ta 110 ta video qildim va keyin oxiri to'xtatdim. Chunki savollar deyarli yo'q bo'lib ketdi va bunga sabab ChatGPT. Xullas ChatGPT meni ishimni o'ldirdi. Chunki mening javoblarim xuddi ChatGPTga o'xshagan bo'lardi, ya'ni qisqa, sodda, hamma tushunadigan tilda. Va endi odamlar o'sha ChatGPT nimaligini bilgandan keyin va ChatGPT rivojlangandan keyin o'sha odamlarga qiziq bo'lmay qoldi mening javoblarim. Nima keragi bor? Todni shu javobini kutib, kunlab o'zim shu yozdim. Bir soniyada javobimni oldim degan endi xulosaga kelgan. Tushundingiz? Ya'ni mana shu takliflarga qisqa javobim afsuski bilasizmi rubrikasi qaytmaydi chunki birovga qiziq emas. Mana shu takliflardan ikkinchisi meni xursand qilgani nima deyishing muhim emas, shu basharang chiqib tursa bo'ldi, qandaydir videolar qilib turgin deyapti. Xursand bo'ldim shundan. Va bilasizmi, o'ylab ko'rsam, agar mana kimdir bilasizmi rubrikasini xohlasa va kimdir shunchaki basharani xohlasa, kelinglar qandaydir umumlashtirib modifikatsiya qilamiz. Ya'ni misol uchun har kuni men o'z fikrimni bildiraman. Ya'ni qandaydir post qo'yamanmi bilmadim, yuqoriga qistirib qo'yaman va sizlar yozishinglar mumkin. Mana shu yozgan narsalarga fikrimni bildiraman. Ya'ni qandaydir ilmiy yoki falsafiy javob emas, shunchaki fikrim. Misol uchun hozir nima hammaga qiziq bo'lyapti? Mana mendan juda ham ko'p so'rashdi, qandaydir O'zbekistondagi xotinni yechintirishibdi, u qilishibdi, Abror Muxtarali ham qo'shilibdi. Siz nima deysiz? Mana shunaqa narsalar mana yozinglar. Men fikrimni bildiraman. Misol uchun sodda qilib aytadigan bo'lsam, mana shu yechingan xotin haqida umuman menga qizig'i yo'q. Katta xotin yechinibdi, kimdir bilan jinsiy aloqa qilibdi. Menga zarracha qizig'i yo'q va menimcha jamiyatni ham bu narsa qiziqtirmasligi kerak. Lekin O'zbekistonda bu narsa hype bo'lib, birov kim bilan yotishi haqida butun internetga chiqib gapirish shunchalik bo'lib ketgan bo'lsa, O'zbekiston inasinikiga kirib ketibdi. Mana mening fikrim bu borada. Mana shunaqa narsalar qilaylik. Nima deb o'ylaysiz? Fikringizni videoning izohida qoldiring.